Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, bormisizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda xursandman. U17 terma jamoasi haqida gaplashamiz, keyin Superliganing g'alati o'yinlari haqida biroz gaplashib o'tamiz. Superliga keyinroq, hozir U17 ga diqqatni qaratsak. Xo'p, men birinchi bo'lib U17 ni turnirga borishdan oldin tarkibini ko'rib chiqqan paytimda bosh murabbiy Islom Ismoilov ekanligini ko'rdim. Va keyin bu nom menga tanish, chunki bir paytlar Turon futbol klubining bosh murabbiyi bo'lgan murabbiy ham o'sha Islom Ismoilov edi ismi. Qarab chiqsam, ikkalasi bir shaxs ekan, ya'ni o'sha paytida o'zining bor g'uborlarini to'kib solgan intervyu bergan shaxs ekan. O'sha Islom Ismoilov shu intervyu orqali o'zbek futboliga befarq bo'lmagan barchaga tanish bo'lib ulgurgan. Ya'ni o'zining xarakterini ochib bergan murabbiy edi. Qo'rqmasdan jur'at topib bunaqa gaplarni gapirish uncha murabbiylarga emas. O'sha paytdagi intervyu chiqqan paytida ko'pchilik kulgan bo'lishi mumkin uning ustidan. Chunki o'zing o'ynay olmaganingdan keyin hakamlardan yoki atrofdan ayb topma deb. Lekin Islom Ismoilov bugun ko'rsatgan natijasi bilan o'sha paytda u haq bo'lganligini ko'rsatib qo'yyapti qaysidir ma'noda. Ya'ni o'sha intervyu turibdi, men hozir ko'rib to'g'risi ichim achidi, rahmim keldi o'sha paytdagi holatiga. Chunki rostdan ham bu samimiy so'zlarni gapirgan u payt o'sha intervyuda 4 yil oldin berilgan. YouTube'ga Islom Ismoilov deb yozsangiz birinchi bo'lib o'sha video kelib chiqadi. Xullas, u intervyu tarixda qoldi, lekin o'sha yoshligimizda serial Tangem seriali bo'lardi. O'shanda Tangemni oshpazlikdan chopib tashlasa tabib bo'lib qaytardi yoki boshqa. Uni ajriq deb aytgani o'sha yodimda qolib ketgandi o'sha paytda. Bu ham xuddi o'shanga o'xshashroq, ya'ni boshqa tomondan sinib qolmadi, klub tomonlama, keyin mana terma jamoalarga qaytgan. Mana bu biz ko'rib turgan U17 terma jamoasini o'zi tarbiyalab ulg'aytiryapti desak bo'laveradi, chunki 2023-yillar adashmasam yoki 22-yillar o'sha Turondan ketgandan keyin U14 terma jamoasini boshqarishni boshlagan. Keyin U15, U16 va mana U17 ko'rinishiga olib keldi do'stlar. Bu natijalar o'zidan o'zi emasda, chunki bu ancha yildan beri mana bu jamoa bilan sekin-sekinlik bilan o'zi ham birgalikda, yoshlar bilan birgalikda o'sib kelmoqda. Bu murabbiyni Islom Ismoilovni hozir Osiyo futbol konfederatsiyasi ham e'tirof etyapti, ya'ni o'zining rasmiy sahifalarida bizni yoshlarni o'sha o'yin uslublarini, xullas murabbiyni ko'p ko'rsatib borishyapti ular o'zining. Va bunga munosib birinchi o'yinda Tailandni 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratgandik. Unda raqiblarimiz qizil kartochka olganligini hisobiga bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi bo'limda qizil kartochka olgandi. Shuning hisobiga ana bunaqa g'alaba yuzaga kelgan deyishimiz mumkin. Ya'ni sabab bor edi. Keyingi o'yinda Xitoyni mag'lubiyatga uchratdik, comeback hisobiga 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratganmiz. U o'yin ham hisobni olib qaralganda o'zi o'yin dahshat bo'lgan. Xitoy ham yaxshi qarshilik ko'rsatgan, chunki Xitoyni o'sha kuni so'nggi imkoniyati edi Jahon chempionati uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdagi. Agar o'sha kuni mag'lubiyatga uchrasa bo'ldi, uzil-kesil hal bo'lardi. Ular chiqa olmasdi. Biz chiqqan bo'lardik. Lekin o'sha kuni Xitoy qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, biznikilar comeback qilib ketishdi 2-1 hisobida. Lekin hisob diqqatni tortmasdi baribir, chunki bunday qarasangiz 2-1 o'yin shunchaki bo'lishi mumkin. Hisob keyingi uchrashuvda esa mezbonlarni, saudlarni 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi biznikilar. Umuman imkon qoldirmadi. O'sha birinchi golni urib olishgandan keyin penaltini saudiyaliklar amalga oshira olishmadi, keyin biznikilar penaltini hisobni ochdi va ketma-ket gollar urib 3-0 ko'rinishiga olib kelib olishdi. Ya'ni qarshi hujumda juda dahshat jamoa. Ishonavering, qarshi hujumda yigitlar, 17 yoshli yigitlar, ba'zi birlar 17 yoshga to'lmagan, o'sha 16 yoshli yigitlar nima qilayotganligini juda yaxshi tushunib turishibdi. IQ, intellekt barchasi bor ularda. Tezlik, jismoniy holat. Men to'g'risi jismoniy holatni ko'rib ochig'i tan berdim. Bizning O'zbekiston yoshlari ham mana bunaqa jismoniy holat bilan turnirga yetib borishlari mumkin ekan-ku dedim. Bizda talantli yoshlar bor, lekin jismoniy holat qanaqadir ularni boshqalardan
teng qilib turardi, ya'ni boshqalar bilan. Mana bu ular jismoniy holat, hammasi birlashgan paytda biznikilar ustun bo'lib turishibdi mana. Biznikilar o'zining guruhida Saudiyani yutib, umuman 100% natija bilan guruh peshqadami bo'lib play-offga yo'l olishgandan keyin bizni raqibimiz Avstraliya bo'lishi kerak edi, lekin o'sha qizil yoki sariq kartochkalar evaziga Birlashgan Arab Amirliklari bo'ldi. O'zi o'sha guruhda, ya'ni o'lim guruhi desak, Yaponiya o'sha 4 ochko, Birlashgan Arab Amirliklarida 4 ochko, Avstraliyada 4 ochko. Ular orasida Avstraliya qolib ketdi. Lekin Birlashgan Arab Amirliklari ham normal jamoa, chunki o'shanaqa guruhdan 4 ochko, ya'ni yaqqol peshqadam yo'q guruhda. 3 ta jamoa bir xil ochko to'plagan guruhda 4 ochko to'pladimi, demak, o'zi normal jamoa bu. Va Birlashgan Arab Amirliklarini umuman do'stlar juda ham osonlik bilan o'tib ketyapti. Ya'ni intellekt, aytganimdek, IQ hammasi yetarli, jismoniy holat yetarli. Mana shular murabbiyning talanti, murabbiyning o'sha ishtiyoqi hammasi birlashib go'zallik yaratilyapti do'stlar, ishonavering. Ya'ni bo'lgan o'sha hujumlar, uyushtirilgan hujumlar ko'rib insonga huzur bag'ishlovchi hujumlar. Shaxsan men o'zim ko'rib, o'sha hujumlardan maza qilib futbolni tomosha qildim. Futbol nima uchun ko'riladi? Emotsiyalar uchun. Maza qilish, rohatlanish uchun. Ya'ni o'sha inson o'zining bor emotsiyalarini chiqarib olish uchun ko'riladigan bir sport turi. Shuning uchun ham juda ko'pchilik uni yoqtiradi bu sport turini. Xullas, bu yigitlarda hammasi bor. Ya'ni o'sib kelayotgan avlod Aliyev, Sarsenbayev, Rustamov hammasi talantli ekan, biz bularni ko'rdik. Va bular mana shu holatda agar o'sishda davom etsa, men umid qilamanki, skautlar ularni kuzatib borishyapti. Allaqachon o'sha skautlar ularni o'zining qaydnomasiga kiritib qo'ygan bo'lsa kerak, do'stlar. Xullas, mana shunaqa gap so'zlar. Endi sekin-sekinlik bilan Superligaga o'tsak, do'stlar. Superligamizda do'stlar, men o'zi bu videoni allaqachon chiqarib bo'lishim kerak edi. Superliganing mana bu turi yakunlangach, lekin ikkilanib qoldim. Ya'ni ikkita uchrashuvni ko'rib, to'g'risi chiqargim ham kelmay qoldi, lekin mayli, endi baribir bo'lishi kerak, bu video chiqishi kerak dedim. Xullas, do'stlar, Superligamizning mana bu 5-turi o'zining nihoyasiga yetdi, do'stlar. Va 5-turdagi kutilgan va kutilmagan natijalar qayd etildi. Birinchi o'rinda Mash'al Neftchi uchrashuvi. Bu kutilgan bir to'g'ri hisobida Neftchi farg'onaliklar g'alaba qozonishdi, lekin nima uchun hisob yiriklashib ketdi? Mash'al qo'rqmasdan oxirigacha kurashdi, ochiq futbol namoyish etdi, o'yinni qutqarib qolishga harakat qildi, qarshi hujumlardan albatta tajribasi bo'lgan Neftchi foydalanib ketishi tabiiy holat edi. Bu men uchun kutilganroq bir natija bo'ldi. Lekin ikkinchi uchrashuv Navbahor hamda Sho'rtan o'rtasida bo'lib o'tdi, do'stlar. Men gapni ochig'ini aytishim kerak. Balkim Navbahor muxlislari yoki umuman vodiylik muxlislar menga o'sha salbiy kommentariyalarni qoldirishar, lekin bu haqiqat, do'stlar. Balkim ertaga Nasafga, Navbahorga qarshi ishlab qolishi mumkin shu hakamlik bobida. Shuning uchun hozir aytib qo'ygan yaxshi bu narsani. Birinchi golda, ya'ni umuman bu yerda hakamlikni ham ayblab bo'lmaydi. Vaziyatlar menga juda shubhali tuyuldi nimagadir. Birinchi gol o'sha Igor Gabrielning goli, Sho'rtan darvozaboni nimagadir qo'lidagi to'pni o'zi darvozaga surib yuboryapti. O'sha vaziyatni takrorlab adashmasam bir 20 marotaba ko'rib chiqdim. Shunchaki qo'liga kelgan to'p uni darvozaga itarib yuboryapti o'zi qo'li bilan. U paytda men to'g'risi tushunmay qoldim. Nima bo'ldi o'zi? Darvozabon shunchalik tajriba deymizmi yoki dovdirab qoldi deymizmi? Shunchalik bo'lsa, o'rniga o'sha uning o'rnidagi zaxiradagi darvozabonni tushirib yuborsa ham, menimcha o'sha vaziyatda to'pni ilib olmasa ham qaytarib yuborgan bo'lardi. Keyingi do'stlar, Azim Ahmedovning penaltisi. 59-daqiqada to'p hakam o'sha paytda qanaqasiga penalti belgiladi men tushunmay qoldim, chunki to'p boshqa bir a'zodan qo'lga tegsa, u penalti hisoblanmasligi kerak edi mening bilishim bo'yicha.
Ya'ni men ham o'sha boshqa chet el Yevropa futbolini kuzatamiz. U yerda shunaqa vaziyatlar, epizodlar bo'lsa, penalti berilmaydi. Lekin bu vaziyatda oyoqqa tegdi va keyin qo'lga tegdi. Mana shu vaziyatda penalti belgiladi hakam, men tushunmay qoldim va shundan keyin bu o'yinni yig'ishtirib qo'ydim do'stlar. Ko'rgim kelmay qoldi. Azim Ahmedov penaltini amalga oshira olmabdi. Keyin so'nggi daqiqalarda G'ulomov 90+7-daqiqada g'alaba golini kiritib ketibdi. O'zi 2-0 yiriklashtirib qo'ygan hisobni. Sho'rtanliklar yaxshi kurash taqdim etib berishdi. Ya'ni teng kurash maydonida, lekin o'sha klass va tajriba hisobiga Navbahor g'alaba qozonib ketgan. Lekin aytib qo'ymoqchiman, men uchun o'ta shubhali tuyulgan ikkita vaziyat bo'ldi. Birinchisi bu darvozabon to'pni o'zining darvozasiga qo'lidagi to'pni itarib kirgizib yuborgani. Ikkinchisi bu hakamning belgilagan penaltisi menga juda shubhali tuyuldi do'stlar. Bu meni shaxsiy fikrim, balkim boshqalarga boshqacha tuyulgandir. Men o'zim vaziyatni noto'g'ri ko'rib olgandirman. Lekin fikrim shu xullas do'stlar. Men uchun mana bu Navbahor Sho'rtan o'yini juda ham shubhali tuyuldi. Qo'qon 1912 va Buxoro o'rtasidagi o'yin. Mana bu o'yinda qo'qonliklar o'zining haqiqiy kuchlarini va nihoyat ko'rsatib berishdi. O'tgan o'yinda Surxon bilan bo'lgan o'yinda qizil kartochkalar lolazor bo'lib ketgandi. Men Qo'qon tarkibi chunki ikkita qizil kartochka olgan. O'shanda ham bitta qizil kartochka olgan paytida ham qarshilik ko'rsatgan do'stlar. Qo'qon bitta golni urib olgan edi, lekin baribir keyingi qizil kartochka ortiqchalik qilgan va mag'lubiyatga uchrashgandi. O'sha paytda bir kishi kam bo'lib turib Qo'qonliklar gol urganda men to'g'risi tan berdim Qo'qonliklarga. Normal o'yin ko'rsatib berishgan bir kishi kam bo'lib. Bu o'yinda Malikjonovning 35-daqiqada kiritgan goli yagona bo'lib qoldi va Buxoroni taslim bo'lmas, Buxoroni grantlarini qiynaydigan Buxoroni mag'lub etishdi. Keyingi o'yinimiz do'stlar Dinamo hamda So'g'diyona o'rtasida bo'lib o'tdi. Dinamo va So'g'diyona bir-bir o'ynashgan. 26 va 40-daqiqalarda gollar kiritilgan. Bu o'yin ham teng kurashlar ostida bo'lib o'tdi. Umuman durang bo'lgan o'yinlarni ko'rib chiqsak, zarbalar borasida ham hamma statistika borasida teng kurashlar kechganligini ko'ramiz. Umuman olib qaraganda adolatli hisob bo'lgan. Keyingi o'yinimiz do'stlar Buxoro hamda Qizilqum. Xuddi shu holat Buxoro Bunyodkor hamda Qizilqum, kechirasizlar, Bunyodkor hamda Qizilqumga ham tegishli. Temurxo'ja Abduxoliqovning o'sha ortiqcha kartochka olmaganda, o'sha ya'ni e'tirozlar deymizmi? O'sha qizil kartochkani olmaganda balkim Bunyodkor so'nggi daqiqada g'alabani ilib ketishi ham mumkin edi. Chunki 15 ta zarba bergan, ulardan 4 tasi aniq bo'lgan. Qizilqumda esa 5 ta zarba, bironta aniq bormagan darvoza yuzasiga. To'pga egalik qilish borasida 65 Bunyodkorda, 35 Qizilqumda. Mana ko'rib turibsiz, agar o'sha qizil kartochka bo'lmaganda, menimcha Buxoro, yana Buxoro deyapman. Bunyodkor Ilyos Zaytullayev shogirdlari g'alabani ilib ketishgan bo'lardi. Bu meni shaxsiy fikrim. Keyingi uchrashuv Xorazm hamda OKMK o'rtasida bo'lib o'tdi. OKMK so'nggi daqiqada 90+8-daqiqada Rustamovning goli evaziga g'alabani ilib ketdi va turnirda yana birinchiga ko'tarilib oldi do'stlar. Keyingi uchrashuv do'stlar Paxtakor hamda Andijon. Mana bu uchrashuv endi kutilgan deyish ham mumkin. Bugungi holatdan kelib chiqib, umumiy kelib chiqib kutilmagan deyish ham mumkin. Umumiyligi shundaki, ya'ni Paxtakor o'sha shov-shuvli Paxtakor, yiqilib qolganda ham chempion bo'lib yurgan Paxtakor Andijonga qarshilik ko'rsatish kerak edi. O'zi qarshilik ham ko'rsatdi, lekin nimadir yetishmayapti. O'sha nimaligini mana bu uchrashuvda bilib oldik biz. Pedro Morera xafa bo'lishi haqqi yo'q bu jamoalardan. Andijondan yoki OKMKdan, Dinamodan kimki mag'lubiyatga, qaysiki mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, o'sha murabbiylardan xafa bo'lishga haqqi yo'q. Chunki o'zi mana shunaqa o'yin bilan kirib keldi o'zbek futboliga. Paxtakor bilan Al-Hilol o'rtasida bo'lgan o'yinda o'zi mana shunaqa o'yin ko'rsatib, ikkinchi jamoa bo'lib yotib olib natija ko'rsatdi birinchi uchrashuvda. Keyingi uchrashuvda shu ishini ham eplay olmadi Pedro Morera.
Va mana endi butun qaysi o'sha jamoa bilan to'qnashsa Superligada hammasi o'sha kungi Paxtakor rolini o'ynab berishyapti. Ya'ni Al Hilol va Paxtakor o'rtasida bo'lgan o'yindagi. Andijon ham xuddi mana shunaqa o'yin ko'rsatdi. Bunaqa deyishga haqqimiz bo'ldi, chunki 13 ta zarba Paxtakorda bo'lgan, 6 tasi aniq bo'lgan. Andijonda 8 ta zarba, 4 tasi aniq bo'lgan do'stlar. To'pga egalik qilish borasida ustunlik yaqqoldan ham biroz yuqoriroq. 71% Paxtakorda, 29% Andijonda. Bu degani standartlar o'sha Andijonning quroli ishlagan degani. Ya'ni o'sha kichik bir vaziyat yaratiladi, u vaziyat u qadar o'sha xavfli ham tuyulmaydi, lekin gol bilan yakunlanib qolaveradi. Bu Andijonning uslubi. Chunki nariga tomonda bundoq bir chekkaga qarasangiz, chekkada o'sha bir qizil armiya turgan bo'ladi. Aynan o'sha qizil armiya Andijon futbol klubining power banki, ya'ni o'sha quvvatlab turadi. Ishonavering, quvvatlab turadi ular. O'yin davomida o'sha yerdan to'g'ridan-to'g'ri zaryad olib turaveradi Andijon futbol klubi. Xullas mana shunaqa gap so'zlar, gollarni aytib o'taman. Abdumannopov 54-daqiqada, Turdimurodov 60-daqiqada gol urib hisobni 2-0 ko'rinishga olib kelib qo'ydi. Igor Sergeyev 67-daqiqada o'sha comebackka qarab ketamiz degandek bir ishora berdi, lekin hech qancha o'tmasdan Luka Uskokovich hisobni 3-1 ko'rinishga olib keldi va Bashar Resan o'sha Alijonovning golini uzatmasini golga aylantirib, vaqt yetmay qoldi do'stlar, Paxtakorga vaqt yetmay qoldi. Balkim Andijon hisobni yiriklashtirib ketishi ham mumkin edi. Hech nima deb bo'lmaydi. Faqat bitta narsa aniq, Andijon 3 ochko bilan qaytdi. Bu tarixiy g'alaba bo'ldi. Birinchi marta Paxtakorni yutyapti ekan mehmonda. Xullas mana shunaqa gap so'zlar. Andijonliklarni tabriklaymiz. Pedro Marera yana menimcha bironta uchrashuvda yana shunaqa holat yuzaga keladigan bo'lsa, menimcha endi rostmana ketsa kerak. Endi Maksim Shatskix boshqarsa kerak menimcha. Kerak. Nasaf hamda Surxon o'rtasida bo'lib o'tdi. Nasaf futbolchilari qizil kartochka olishdi. To'g'ri, Oybek Bozorov qizil kartochka olgan paytgacha o'sha Teran gol urib bo'lgandi birinchi bo'limning o'zida, lekin shundan keyin ham surxonliklar ya'ni qatorasiga ikkinchi bor raqib jamoadan ustunlik qilishyapti. O'sha ya'ni Surxon bilan Qo'qon o'ynaganda ham qizil kartochka olgandi Qo'qonliklar, bunda ham qizil kartochka olishyapti Nasaf qarshiliklar. Lekin o'tgan safariga o'xshab imkon topa olishmadi. Bir kishi kam bo'lib turib ham bularga ikkita qizil kartochka bo'lish kerak shekilli menimcha surxonliklarga. Xullas mana shu hisobni saqlab qola oldi do'stlar. Shu holatda ham Nasaf qizil kartochka olgan holatida ham statistikani qarang. 15 ta zarba yo'llagan Nasaf. 15 ta zarbadan 6 tasi aniq bo'lgan. Surxonda 8 ta aniq zarba, 2 ta aniq. To'pga egalik qilish borasida 55 ga 45 do'stlar. Xullas mana shunaqa gap so'zlar. Bu yerda Nasaf 100% haqli o'yin ko'rsatgan g'alaba uchun Nasafni tabriklab qo'yamiz. Surxon qaytib olar, o'sha yoshlari bor. Xullas mana shunaqa gap so'zlar. Hozir mana bu videoni yozayotgan paytimda kubik bo'layotgandi, ya'ni Vodiy derbisi yaqindagina bo'lib o'tgan 4-turda kechgan o'sha comeback simon g'alabadan keyin Navbahor o'z uyida Farg'onaning Neftchi jamoasini qabul qilayotgandi. Ko'rib qo'yamiz, ya'ni hisobni. Ha do'stlar, mana hozir o'yin baribir derbi degan nom bor. O'yin yonyapti, o'rtasida kubik do'stlar, bu birinchi tur. Va Marushic 47-daqiqada gol urgan do'stlar. 47-daqiqada gol urgan, 60-daqiqada Ibrohim Halil Yo'ldoshev maydonni qizil kartochka olib tark etdi. Savol nega deb yozib qo'yishibdi Neftchining o'sha Telegram kanalida. Xullas mana shunaqa gap so'zlar do'stlar. O'yin hali yakunlanmadi menimcha, keyin hisobni bilib olarsiz. O'zingizni ehtiyot qiling, kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'ying do'stlar. Xullas mana shunaqa gap so'zlar. Xullas ko'rishamiz do'stlar. Like tugmasini bosib qo'ying.